Ayni paytda Toshkent shahridagi Hyatt Regency majmuasida Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Markaziy bank, Soliq qo'mitasi hamda Adliya vazirligi ishtirokida media muloqot bo'lib o'tmoqda. Media muloqot O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-dekabrdagi 246 sonli naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mazmun-mohiyatiga bag'ishlangan. Jarayonlarni biz bilan kuzating. Chop etilgan farmonda hammamiz bilamizki, eng asosiy o'zgarishlar 2026-yil 1-apreldan boshlab davlat xizmatlari, kommunal xizmatlar, elektr, gaz va suv uchun to'lovlar, alkogol va tamaki mahsulotlari, yoqilg'i quyish va elektromobillarni quvvatlash xizmatlari, qiymati 25 million so'mdan yuqori bo'lgan tovarlar va xizmatlar uchun to'lovlar, ko'chmas mulk va belgilangan toifadagi transport vositalari oldi-sotdisi faqat bank kartalari yoki elektron to'lovlar tizimlari orqali amalga oshirilishini nazarda tutilgan. Naqd pulsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish maqsadida aholi tomonidan amalga oshiriladigan to'lovlarning naqd pulsiz ko'rinish ulushini kamida 75% ga yetkazish asosiy maqsad sifatida o'zimizga belgilab olganmiz. Bunga qanaqa qilib erishamiz deganda, shu naqd pulsiz hisob-kitoblarni amalga oshirish, ommalashtirish sifatida yuqorida aytilgandek bir qator yo'nalishlar belgilab olingan.